Diqqat, mana ajoyib xushxabar. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab pensiya bo'yicha kutilmagan o'zgarishlar bo'ladi. Barcha fuqarolarimiz tezda videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videorolikimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Yangi qaror e'lon qilindi. O'zbekistonda 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab yangi toifadagi fuqarolarga ham har oylik parvarish nafaqasi tayinlanadi. Xo'sh, ushbu parvarish nafaqasini kimlar oladi? Endi 18 yosh va undan katta bo'lgan chuqur darajadagi aqliy zaiflik tashxisi qo'yilgan shaxslarni parvarish qilayotgan qonuniy vakillarga har oylik parvarish nafaqasi beriladi. Ushbu nafaqa 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bolalarga parvarish qilayotgan qonuniy vakillarga to'lanadi. Nafaqa miqdoriga teng qilib belgilangan. Bu esa ko'plab oilalar uchun muhim ijtimoiy yordam hisoblanadi. Yangi qarorga ko'ra, Muruvvat internet uylari g'amxo'rlik markazlari deb qayta nomlanadi. Shuningdek, vakolatli agentlik huzurida nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy xizmatlarni muvofiqlashtirish markazi tashkil etilib, bu markazlar orqali ijtimoiy xizmatlar, reabilitatsiya, parvarishlash tizimini yanada tizimli tashkil qilish kutilmoqda. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab parvarishlash nafaqasini oluvchilar soni kengaytiriladi. Yangi ijtimoiy tizimlar joriy etiladi. Muruvvat uylari g'amxo'rlik markazlariga aylantiriladi. Reabilitatsiya va mustaqil hayotga tayyorgarlik kuchaytiriladi. Bu o'zgarishlar nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalarini qo'llab-quvvatlashda muhim qadam hisoblanadi. Do'stlar, ushbu yangiligimiz boshqa fuqarolarga ham yetib borishligi uchun like tugmachasini bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Videoni esa yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.